Qashqar, Mingshang Chingching. Reallikqa aylangan arzu, yosh o'smirlar futbol tarbiyalash bazasining rasmiy ijrolanligini jakalayman. Bu bitgandan keyin men bo'lgan ba'zi sezgirlik hukumatning undaq bexatarlik xodimlarining sezgirligini oshdi deb o'ylayman. Xo'sh. Lekin bizning oilamizda hozirga qadar hech qanday bir siyosiy ish bilan siyosiy yo ijtimoiy qanday bir qonun nimasiga ilishib qolgan, xatolashgan ish yo'q. Xo'sh. Bizda ehtiyot bilan yashab kelgan. Demek ben anam bir okutukçu olup alaydı kadrlar yatkı terbiyelini atkan bir adamın nemesini ağladım. Diyen saat 5 yerinde oyuqtuyken, oyuqtup saat 8 olğan kadar yağ qarab, yağat orundukta dikende. Qattiq orundukta. Bir xil cinayet özününki cinayetini his qilib atqan ig'ir bir odam o'tgan bir qotilninki yağ qarab turgan kayfiyat shu shaklini elib, rolini elib, shunday yağ qarab turar ekan 8gacha. 8dan ya muomada quruq, ya non bilan choy ichdi ekan. Yani 8dan soat 12 ga qadar yani shu dipis qolganda shunda turdi ekan. Ya qarag'an paytda jinoyat tuyg'usi turdi. Hatta bu soat 12 da bir so'say bilan say qo'yib, gurujdimni nimsa. Bunu bir ekan. Tamoq shu ekan. Undan keyin yana soat kech soat 10 yerni o'qib Anamninki belki xo'rinib uzun o'lib ketgan bir shikoyat olib ketishdi. Belki Xitoy hukumati talabini yo'qib qolsa, to'g'ri topsa, men yaqin Anqaraga boraman. Xitoy konsuliga, Xitoy elchixonasiga, men ishkal o'qitib pulni bersam, ayolim bilan anamni aytib-bersanglar degan shu talabni qo'ymoqchi. Ben belki butun dunyo anlatmoqchi. Chunki men anamninki men bir vijdon egisi, sab bir Uyg'urning qanida yetilgan bir Uyg'ur bo'lganligimda
Tüm dünya tekrar. Ben bu xorluqqa çidemedim. Şu dünya bunu anlasa, bugün Xitoy hukumatı anlayıp degan chiqarsa, evet anlash mumkin. Bo'lsa onamni xorlab, jinaz biri ben chiqimda vaqtcha o'qning pulini men bersam, onamni ayolim etivetse.